Köpçülük yaxşımıslar. Bugün ben Ablet inim bilen köpçülük amala ko'ngil bilayotgan Mo'minjon inimning ahvoli to'g'riliq birdan paranglashayli deb yangjan bo'lib qoldik. Sababi oldingi bir necha kun ichida tarqalgan shu qisqa film bo'ldi. Mo'minjon endi şu G'uljidagi Chechak bayramınınki naiti chin taklifiga binoan ularning talabini rad qilolmay berishga to'g'ri keldi. Bu G'ulja bo'lgandan keyin shu yerda bir sahnada endi bu ahvolni bir tushuntirishga to'g'ri kelib, o'zini hozir kasallik ahvolini ozroq tilga olib o'tgan. Shu sababdan biz bugun shu ish to'g'riliq ko'pchilikka ba'zi aniqsiz bo'lgan tunish to'g'risida bir azroq tushuncha bermoqchi. To'g'ri, buni ko'rib turibsizlar, Mo'minjon, akisi Ablet, men bo'lsam tog'isi Abdulla, elimizning bu hozirgi kasallik ahvoli tuyuqsiz bo'lgan kasal emas. Buni 18-19 yil burun shu Mo'minjonninki badanida bu xil og'riq, bu xil kasal bayqalgan. Shundan beri biri inim o'zi intayin ehtiyotjon shu shartlarni aytib ching tutib vaqt qaraldi dori yeb aramni yaxshi ilib kelgan bo'lg'achqa, ikkinchisi kasalni vaqtida bayqagan bo'lg'achqa shundaymi? Bu kasal hozirga kelguncha buningga og'ir ta'sir ko'rsatmay kelgan, lekin mush o'tgan bir necha yil ichida, aniqrog'i mush 2 yil ichida kasallik bo'lgan sira ig'irishib bir oz bizni mandishiga soldi. Sizlar ko'rgandek yoki shoshib pinglarda anglagandek qatan bu kasalning biroz ig'irishganligini his qildik. Shunga o naq maydonda bor kishilar balkim aniq bilgandir. Yo'q kishilar xabar jiroqning xabari yomon degan gap bor. Shunga har xil her yalnız perezla olub get berib etibdi, anlatsak şuna. Kesligeni başqa. He, o şaşıp indigeni açta buldu ki. Şu siz qayerga qiziqsangiz, şu yani kesip eliplam taqdirim bo'lgan ekan, egizbashchilik bo'lib qolmasin deb, mushunda bir tushuncha berib o'tamiz. Biz endi yig'inda qisqa bir mezgil ichida jiddiy tayyorlik qildik. Hozir biz hisobda navbat saqlayotimiz desak bo'ldi. Mo'minjonning şu kesiligi qarta almashtirish operatsiyasi qilmoqchi, ya'ni böbrek almashtirish operatsiyasi qilmoqchi. Iltimos sunug'liq. Shunga bu ish ham jiddiy tutuqliq. Qaysi vaqtda bizga loyiq mush a'zo aboy qolsa shu hamon biz Kamna Ablet, men Absamir qatorliq mush inlarim bilan shu joyiga ash doktorxonaga eng yaxshisi olib bu ishni o'rinlamoqchi, operatsiyaga qatnashtirmoqchi. Menimcha bu Mo'minjon mening ko'zimda hozirgi kelguncha 40 kirmagandek ko'rinadi. Aksi bo'lgandan keyin shunday yoshligim, shunday ko'rinamdi. Yosh bo'lgandan keyin bu cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Ammo rag'bat beryapti. Anglasam, ko'pchilik shunday rag'bat beryapti. Biz intayin ta'sirlandik. Haqiqatan bizda emas, ko'pchilik haqiqatan Mo'minjon amroq san amroq. Cümleden biz akıllandık bek amroq keldi başında. Haydi hayacanlandım. Endi burunqi ahvollardami rayonimizdagi har millat xalqininki ina Mo'minjonlikni ne kadar yaxshi ko'rdiganligini burunqi sirtlarga chiqib yoki boshqa yurt-yurtlarga berib qo'yilgan u yondagi naq maydon ahvollardan xalqning buni bildirayotgan hurmat izzatlaridan his qiliqliq. Mo'minjonni xalqimizdan ne kadar yaxshi ko'rdiganligini bundan burun his qiliqliq. Mo'minjon o'zimi Şinjan Üniversitesi'ndeki arxeologiya kasbida o'qib oliy maktab bitirib chiqqandan keyin yana shu san'at naqshchilik kasbini yaxshi ko'rib, sen bizniki yetaklashimizda o'zining kuchli irodasi bilan, izchil tirishchanlik bilan haqiqatan rayonimizda
sen biz o'ylagandan mı ortiq shunday bir naqshchi mush kasbida yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Mayli aytgan naqshlarning tema doirasi bo'lsin, uslub bo'lsin, naqsh musiqalardagi sifat bo'lsin, har xil yangiliklar har tarafdan bu intan kuchida bak tirishdi va bu tirishchilikni izchil elib bordi. Musablik yetaklashma bilan o'zlarini bak tirishdan o'kam haqiqatan. Mush kasbda belgilik natijalarni qo'lga keltirishdan birga xalqninki qalbidan naqadar cho'nqur o'rin olganligini, xalqning seni naqadar yaxshi ko'rganligini biz his qilib kelyaptik. Abdulla akam boy degandek bu qatam shu chechak bayrami munosabati bilan shu bak burunqi taklif bilan bular ma'qul bo'lish bo'lgan ish. Ma vaqt oz qolgan sir buniki salomatlik ahvolida sal o'zgarish bo'lib qilib, "Bamay turamsiya" degandan keyin biz ular bilan xabarlashdik. Mo'minjonsiz ahvolda saqsizlik bor. Shuni bir bamay to'sqanda desak, ular mo'minjonga naqadar amroqligini bir takliflik mehmon sifatida kelib bir qatnashib bersa, bak naqsh etish qulaysiz bo'lsa, chiqmasin bo'lsa, sahnaga chiqmasin bir yuz ko'rishib, chunki ammoq biz shunday jakar qilib qo'yapti. Shu mo'minjonlikni keladi deb degandan ularning o samimiyatiga bu mo'minjon yana bordi. Borgandan keyin sandagi avvalda mo'minjonmi xalqning yani shu naq maydondagi hayajonli olqishlar bilan birlashib ketgan bir hissiyotda bu o'ziniki navbatga kasallik avvali haqida azroq uchirib berilgan. Menimcha uchirib berilgan to'g'ri, chunki o'yliq buni yushirib qolib bo'ldigan ish emas. Endi kasalda biroq yig'ilish bo'lgandan keyin bu inimni ko'pchilik ommaviy so'rlar taklif qildi, ba'zida mehmon qildi, ba'zida xizmatlarga bordi. Yushirib qolmaydi. Shunda egizpas bo'lgandan keyin har xil gumoniy ko'z qarashlar yoki xato tushunchalar paydo bo'ladi. Shunga buni deb qo'yganimiz yaxshi bo'ldi. Endi biz tushuncha beryapmiz, endi aniq shu bizga ko'ngil bo'layotgan. Unda mo'minjon shunday olganda nechinchi yil edi ukam? 2004 bo'lsa chiroyli degandan chiqaga chiroyli degandan chiqaga vaqtim bo'lgan bo'lsa, ham sen u oliy maktabni bitiriblar 4-5 lentini chiqarib qo'ygan. 4-5 lentini chiqarib, xalqninki bir yaxshi ko'rishga erishib, hisoblasan hali naqshchilik sohasiga to'liq kirib, hali necha yil xizmat qilib xalqninki xizmatida bo'lib bo'lgan va xalqninki yaxshi ko'rishiga erishib bo'lgan shu bir paytdagi vaqtda bir shu börek sharchi yollig'i kesili yigitda bo'lganlik shu uqtiq endi shundan boshlab endi mo'minjon hisob necha yil bo'ldi hozir endi 19 yil shu kasal bilan bir tarafdan elishqash mushtarakga kasallarga shifo davosini qilg'ash, o'zini asrag'ash, ya'ni to'xtamay izchil mush kasbda xizmat qilib, ya'ni nurg'un shu vaqtdagi shu masalan chiroyli uning oldidagi bir necha shu chiqargan lentalarning buning bu yoqsiga shu kasal chaplashgandan keyingi davrdagi qilgan bu kasbdagi bu sohadagi xizmat natijalarini intan usulliq va unumli va natijali sifatli bo'ldi. Endi bugungi kelganda 19 yilga qadam qo'yganda endi bir yildan beri yaqinda bir sal bu kasallanadi. Kuchib mushkil harakat va gap so'zda azdir ko'pdir qulaysizlik, normalsizlik ahvolda ko'rilishga boshladi. Hozir endi biz bir kunsi kontakt oldim. Akamning uyidan chiqib ketib mashinaga chiqib rozg'ot o'tirib maqsam xalqni orasidan biraylardan to'lmaydigan bir darizini chekdi-da. Siz bugun mashinaga nima ish qildi desam, siz bizniki demakchi o'g'lim endi ansirab qoldi-da. Axirida paydo bo'ldi. O mashinagacha uydan chiqib, mashinagacha mangan oraliqdagi azroq harakatlaridagi qulaysizlik qarab, bir iste'mol qilib qolgan bo'lishi mumkinmi-do deb, shu yana amroqlik qilib berib, seni eskartayotgan gap siz bizning qalbimizda bunday hurmatga ega maqlagan mashina ediman deb eskartib, mana bumi xalqning ko'ngil bilishi, seni yaxshi ko'rganligidan bo'layotgan. Mushqatim chechak bayramidagi naq maydondagi men shunday bir saqsiz avval bo'lib qoldim desang, sana shunda hurmat bilan o'rinda qo'yib, yani shuningdek shunchalik hurmat izzat bilan ba'zilar yig'layotdi, ba'zilar shunda san saqliq tilayotdi, uzatgandagi shu vaqtdagi ko'rinishlar ko'rib men biroz
ko'z yosh qilib qoldim, hayajonlandim. Xalqning seni qanchalik yaxshi ko'rdiganligini, seni naqadar shu sana bildirgan hurmatlardan shunchalik hayajonlandim, bek ta'sirlandim. Mush munosabat Abdulla aka, biz va elimizni yaxshi ko'rgan barcha xalqqa nihoyatda chin qalbimizdan minnatdorligimizni, roziligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Endi rahmat shu daqiqadan Mo'minjonniki bir kasallik ahvollarini uchirib bergan, lekin nima kasal haqida gap qilmagan bo'lg'achqa, mana to'r sohasida, to'r dunyosida biroz har xil qiyoslar zodining bo'lgan bo'g'iti, zodi nima kasal bo'g'iti deb birisi uni birsida bu qiyoslar. Menimcha bo'lganda bugungi mushu video orqali mush xil qiyoslar bir tukkan bo'lsa, to'xtagan bo'lsa. Shu aniqlar sizlar buga aniq deb qo'ydi, avlodmi dedi. Börek yallığı deyimizga buni yig'ib aytganda. Diyorimizda nurg'un bu kasalga giribtor bo'lganlar bizga nay tajriba saboqlarini dedi. Eng uzun 19-20 yil bo'lganlar bor shu börekni almashtirib. Bizmi inimizga shunda sizlarning taraflaringlardan kelayotgan yordam fikrlari, rag'batlantirishlar, bizning bo'layotgan rag'batlantirishlar hammasi buni tegib turyapti. Menimcha uzun qolmay biz muvaffaqiyatli holda bu kasaldan qutulib ketamiz. Ham shunda ishonchimiz bor, ham shunda yaxshi tilaklarimiz bor. Uning ustiga mana ko'pchilikni bizni yaxshi ko'rgan qarindoshlarimizning orzulari, tilaklari bizga hamroh. Mo'minjon o'zini bak g'ayratli. Shunda dal mushu g'ayrati bilan, mushu g'ayratligi bilan o'zining kayfiyatini yaxshi tutib, endi bu kasalga mubtalo bo'lgandiki, uning yana shu to'g'ri ko'z qarash bilan, to'g'ri muomala qilish bilan shunga yuzlanib, o'zining kayfiyatini yaxshi tanishib, bizmi asrab turdik, o'zini asragan asosda yana bir tarafdan mushu kasal bilan shu o'rdishib, mushu kasalga davo shifosini qilib turib, yana bir tarafdan to'xtamay mushu kasalni iznib, hozirgacha bo'lgan amaliy ahvollar mana shunda. Bu o'zimni ayt g'ayrat qildi. To'g'ri qaradi bu ishga. Shunga hammalarniki shunday ishlar kelganda g'ayratli bo'lib, to'g'ri pozitsiya bilan to'g'ri yuzlanishni yana tavsiya qilaman mush munosabatdan. Ma'qul, rahmat sizlarga. Rahmat. Meni yaxshi ko'rganlar menga ko'ngil bilib, har qaysi saatlardan ilhom berayotgan barliq xalqimizga ko'pdan ko'p rahmat.